Shalit Nuraza haydaysan pul topasan. Bo'ldi, все. Boshqa hech qanday ayb yo'q. To'xta. Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Beshqo'rg'on petagiga keldik. Isuzu haydovchilari bilan kelinglar, ozgina suhbat qilib ko'ramiz. Isuzu FVR 33 modelimizning haydovchilari Sirojbek aka bilan ko'rishib qoldik hozir. Sirojbek aka, mashina haqida fikringiz qanday? Nechinchi yil olgansiz o'zi mashina? Mashina zo'r. Yaqinda oldik hali. Qancha bo'ldi? Yaqin oldik. Endi bir 2 yilcha bo'lib qoldi. 2 yilcha bo'lib qoldi-da. Ha. 2 yilcha. Necha kilometr yurdingiz bunda? Bunda bilmayman kilometrini shu to'shni bilmayman-da. Qarab olish kerak-da. Ha. Böyle bitta qarab, hozir tagiga rasm bo'lsa rasmni tashlab ketamiz. Xo'p, aka, bu mana qanaqa kutuvlar bilan bu mashinani xarid qiluvdingiz? Sizga misol uchun servisga ko'p tushyaptimi, qanaqadir minuslari bormi, yo'q pluslari bormi? O'zingiz fikringizni aytib ketsangiz. Minus yo'q, normalniy. Yuryapti, borib kelyapmiz. 2 yil ichida nima muammolari chiqdi mashina? Mashinada 2 yilning ichida hali muammosi chiqqani yo'q. Yurib turibdi. Xudoga shukr. Endi mayda-cho'da kamchiligi bo'ladi-yu. Endi vaqtida qarab yursang, hamma narsasini, suvni, avtobusni qarab yursang, hammasi zo'r. To'ppa-to'g'ri shu gapni aytyaptilar. Mana agar vaqtida to'g'liga borib, moylarni vaqtida alishtirib turadigan mashinangizga qarab turadigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa 10-20 yil ham haydaverasiz. Qilaveradi. Ha. Vaqtida qarab turish kerak-da aka. Bo'ldi. Rahmat aka fikringiz uchun. Bizani Instagram, Telegramlarimizga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Hozir obuna bo'la olasizmi? Sizga sovg'amiz bor. Ana, hozir o'zida mana obuna bo'ldi akamiz. Mana shu bizani kompaniyadan sovg'a, arzimasa ham. Rahmat aka fikrlaringiz uchun. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Charchamanglar. Mayli. Isuzu FVR 30 avtomobilini haydovchilari Nizomiddin aka bilan ko'rishib qoldik hozir. Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz. Charchamasizmi o'zingiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xonadonlarimiz tinchlik, charchamasdan. Aka, bu mashinani siz bo'lmasa necha yildan beri haydaysiz? Bu mashinani bir 10 yil bo'ldi aytayman. 10 yil bo'ldi. 10 yil ichida aka nima plus, nima minuslarini ko'rdingiz? Buni hech qayeriga hech nima qo'ymadik. To'lqa balon qo'yamiz. Aha. Gaz solamiz, moyni almashtiramiz. Aha. Gap yo'q, boshqa hech Umuman tiqillamaydi. Yo'q. 10 yildan beri. Ha. 800 mingdan oshdi. 8 mingdan oshdi. Bir oyda mana sizlar Xorazmga borib qaytdingizlar, necha marta reys qilasiz aka? 4 reys, 5 reys. 4 reys, 5 reys. Aha. Bizlarni Instagram va Telegramimizni bilasizmi? Obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Telefoningiz bormi? Hozir obuna bo'lsangiz, sizdan sovg'alarimiz bor aka. Bor telefonim. Bo'l, keling obuna bo'lib qo'yamiz. Mana hozir shu o'zida podpiska bosibdilar. Bosing. Ana. Bering podarkani. Isuzu Center Image'da arzimas sovg'amiz. Rahmat. Charchamang aka. Ishlaringiz omad. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Mana bizning 3-ishtirokchi bilan tanishib oldik. Asqarjon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanday o'zingiz? Zo'r. Charchamayapsizmi sizlar? Zo'r aka, undasiz. Aka, mana Isuzu mashinasi minar ekansiz. Necha yildan beri minasiz? Endi hali buni yangi oldik, xudo xolasa 1 yilcha bo'lib bordi. Aha. 1 yil ichida qanaqadir shikoyatlaringiz bormi mashinadan? Minuslarini ko'rdingizmi? Pluslari bo'lsa qanaqa pluslarini ko'rdingiz? Bunda minus yo'q aka. Aha. Plus bo'lsa bor, minus yo'q. Aha. Xorazmga qatnaysizlar. Xorazmga. Bir oyda nechta reys qilasiz? 4-5 reys qilamiz. 4 ta 5 ta reys. Komfort qanaqa aka? Charchab qolishda bormi? Charchash yo'q. Mягкий mashina. Juda zo'r. Rasxodlarichi? Rasxodlari shu 15 litr shunaqa bo'lyapti. Saralkada. Hozir gaz qo'yganmiz endi, xudo xolasa. Yaxshi yurib turibdi gazda ham zo'r. Xo'p aka, nima mashina qanaqa misol uchun sizga o'xshab katta mashina minadiganlarimiz bor. Bizda hali ham Gazelni minadigan akalarimiz bor. Bizani kuzatib turishdi yoki eski modelni yangilamoqchi bo'lganlar bor. Mana bundan oldin nima mashina mingansiz? Bundan oldin ham Isuzu minganmiz, baribir ham. Buni endi yangi oldik. Prosta yangilab oldingiz. Ha. Mana nima deysiz? Aka, tavsiya berasizmi odamlarga? Albatta, Isuzu olinglar, zo'r hammasi. Bizlarni Instagramni kuzatib borasizmi? Isuzu Image'ni. Bo'lishi kerak lekin. Bitta ko'ringlar, agar hozir mana podpisan bo'ladigan bo'lsalar, bizlarni kompaniyadan sovg'amiz bor. Nima narsa? Isuzu Imagine. Ana, obuna bo'lgan ekanlar. Okajon, mana shu sovg'amiz arzimas sizga. Charchamang, yaxshi kunlarda ko'rishinglar, ishingiz rivojini bersin. Mana bizlarning 4-chi haydovchimiz Islom aka bilan tanishdik. Bular modellari Isuzu NQR ekan. Charchamasmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizmisiz? Sizlarda charchamasdan. Rahmat. Aka, mashinani necha yildan beri minasiz? Aka, mashinani 6-7 yildan beri minamiz. 6-7 yil bo'ldi. Necha kilometr bo'ldi bunda o'zi? 900 ming bo'ldi aka. 900 ming kilometr bo'ldi. Nima minuslari yoki pluslarini ko'rish shu mashinada? Bunda pluslari yaxshi, ekonomik mashina. Ekonomikni, 9 yildan beri qanaqa nimalarga rasxod qildingiz aka? Endi hadovoy qilamiz yilda bir marta. Aha. Moy almashtiramiz. Boshqa hech qanaqa aniq rasxodlari yo'q. Rasxodi yo'q. Bo'lgani shu rasxodlari.
Xo'p. Bir oyda nechta reys qilasiz aka Toshkentdan Xorazmga? 3 ta 4 ta qilamiz. 3-4 ta reys qilasizlar. Komfort darajasi qanaqa aka sizga ichkarida? Komforti o'zimizga yarasha sharoitlari yaxshi. Aha. Shikoyat umuman yo'q. Yo'q. Endi mana hozir bizani kuzatib turganlar hammasi podstavnoy deydi, nimadir deb o'ylashligi mumkin. Mana o'zingizni mana shu yerda mana lokatsiyani aytib o'tdim, bemalol kelib, akalar har doim shu yerdalar. O'zlari bilan gaplashib, suhbat olsanglar bo'ladi. Toshkent Xorazm qatnaymiz aka. Aslida shu yerdamiz. Bo'l. 24 ga 7 shu yerdamiz aka. Bizani Instagramda kuzatib borasizmi? Yo'q. Instagram. Keling hozir o'zida shu narsani to'g'rilaymiz. Bizani kompaniyadan bir arzimas sovg'amiz bor sizga. Mana bizani sahifamizga obuna bo'ldilar akamiz. Bitta sovg'a bera olasizmi? Kompaniyamizdan arzimas sovg'a, oka. Charchamang, salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Buni zamoni keldi-da. Bu oldin buni zamoni edi. O'sha kunda o'zini papitga kelaveradi, har birimizning zamoni keladi mashina. Ha, вообще umuman shikoyat yo'q u narsada. Marajli ham qatnayapti. Qulayliklarchi, komfortlar, bemalol. Umuman вообще Yumshoq mashina, jo'ski anaqa emas. Yo'q. Bu mashina вообще yaxshi mashina. Вообще senji motor qizmaydi, вообще qizish degan narsani bilmaydi umuman. Senjilar чисто заводской yaponskiy hisoblanadi bular. Buni motor taraflama, radiator qizish degan narsalar umuman bo'lmaydi. Buni shalitni uraza, haydaysang pul topasan, bo'ldi, все. Boshqa hech qanday ayb yo'q. To'rtta balon kelsa, balon qo'yadi 2 yilda bir. 1,5 yilda. Bo'ldi. Moyni vaqtida almashtirib, balonlarni almashtirib yursa, uzoqqa yetar ekan, demoqchi. Uzoqqa boradi. Mana hozir o'zingizlar ko'rdinglar. Akalar fikrlarimni olib chiqdik. Ko'p bo'lishmadi, sababi bu Isuzu mashinasi bunaqa turadigan mashina emas, plop keladigan mashina. Shuning uchun hozir hamma liniyada soqqani bosa-bos qilishyapti, mayli omadligini bersin. Endi keyingi safar qaysi pitakka boraylik pastda izohladi, yozib ketinglar.